bir tabrik. Bu mehrning ovozi. Tabrik vaqti. Sizlar bilan go'zal va betakror ovoz sohibasi. Alo. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Davlatxon opa bilan bog'landikmi? Ha? Opajon, avvalambor sizni bugungi go'zal ayyomlaringiz, hayotingizdagi eng unutilmas kunlaringizdan biri bo'lmish Rasulimizga ummat bo'lgan muborak shukrona kunlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Rahmat. Sistemadan beri telefon bo'ldi, ish bilan bo'lib qaramabman telefonimga. Albatta, erta tongdan tabriklab qo'ymoqchi bo'lib qo'ng'iroq qildik, lekin siz bilan bog'lana olmadik. Sizni tabriklash maqsadida qo'ng'iroq qilgan loyiha ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Dilizxorlarim loyihasi va boshlovchisi Mashhurjahon bo'laman. Bezovta qilib qo'yganim uchun uzr opajon, kech bo'lsa ham. Yo'q, bemalol. Rahmat. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan sizni erta tongdan bir yaqin insoningiz tabriklash maqsadida bizga tabrik yo'llagan edilar, lekin shu payt bo'lib ketdi. Nima deb o'ylaysiz opajon? Qaysi bir yaqiningiz, mehriboningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? O'g'limmikan, kelinimmikan? Yanachi. Qizimmikan? Albatta, mashalloh. Bugungi ayyomlaringiz munosabati bilan barcha oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz nomidan qizingiz Madinaxon opamiz tabriklayaptilar. Voy, rahmat. Sog' bo'ling. Shu bilan birgalikda o'zlarining juda ham chiroyli bo'lgan tabrik xatlarini siz tomon yo'llab qolibdilar. G'oyibona o'qib eshittirib qo'yishimizni iltimos qildilar. Agar ruxsat bersangiz o'qib eshittirib qo'yamiz. Bemalol. Assalomu alaykum onajonim, mehribonim, qalbim egasi. Bugun oddiy kun emas. Bugun meni dunyoga keltirgan, tunlarini betor o'tkazgan, har bir og'rig'imni yuragidan o'tkazgan eng aziz insonimning tavallud kuni. Shu kun kelgani uchun Allohga shukr qilaman. Chunki aynan shu kunda dunyoga mening eng katta baxtim siz kelgansiz, onajon. Men hali kichkina bo'lganimda hamma narsani tushunmagan bo'lsam kerak, lekin bitta narsani yuragim his qilardi, sizning mehringizni. Men yiqilsam birinchi yugurib kelgan siz edingiz. Kasal bo'lsam uxlamay chiqqan siz edingiz. O'zim bilmagan holda sizni qancha qiynagan bo'lsam ham siz meni bir soniya bo'lsa-da mehrsiz qoldirmadingiz, onajon. Siz oddiy inson emassiz. Siz mening suyangan tog'im, duolarimning sababchisi, har tongimdagi eng katta shukrona baxtimsiz. Men hayotda nimagadir erishsam, ortida sizning mehnatingiz, duoingiz, ko'z yoshingiz turadi. Balki men buni har doim ayta olmasman, lekin qalbimdagi eng katta muhabbat aynan siz uchundir. Ba'zan sizni tushunmay, ba'zan gaplar qaytarib qalbingizni og'ritib qo'yganman, lekin ishoning, hech qachon sizni yomon ko'rmaganman. Chunki ona degani dunyodagi eng pok muhabbat egasi ekanini ulg'ayganim sari chuqurroq tushunyapman. Siz bor uy jannatdek, sizning ovozingiz bor joy tinchlik, sizning duoingiz bor ekan men hech qachon yiqilmayman. Men sizning qo'llaringizdagi charchoqni ko'raman, lekin siz baribir charchadim deb aytmaysiz, kulib qo'yasiz. Sizning ko'zlaringizdagi og'riqni sezaman, lekin baribir hammamiz uchun kuchli bo'lib turasiz. Ona, sizning o'rningizni hech kim bosa olmaydi. Agar vaqt ortga qaytsa, men yana sizni ona sifatida tanlagan bo'lardim. Chunki bu dunyoda sizdek mehribon, sizdek oqko'ngil inson yo'q. Sizni Allohimga ishqim haqqi shu qadar yaxshi ko'raman. Alloh sizni diydoringizdan, mehringizdan hech qachon yiroq tutmasin meni. Baxtimizga hamisha sog' bo'ling. Borligingizni sezib yashash eng oliy baxt, muhtasham baxt. Shu muhtashamlikka ko'zlar tegmasin. Tavallud kunlaringiz muborak bo'lsin. Mening eng azizim, eng mehribonim, eng go'zal insonim, onajonim. Baxtimga hamisha sog' bo'ling. Ilohim, mana shunday kunlaringiz hayotingiz davomida ko'p bo'lsin. Tabriklayman. Ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin. Boshim qo'yay bugun haq poyingizga. Qalbim to'la mehru daryo soyingizga. Mehribonim, tanhoginam, jonajonim. Boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok imonim, yorug' yuzim himmatimsiz.
Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi usulingizdan. Ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsizsiz ne qilay men humolarni. Rostligimsiz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmayman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga. Qalbimdasiz, doim mening jonimdasiz. Qayda bo'lmay xayolimda yodimdasiz. Baxtiyorman gar bo'lsangiz yonimdasiz. Boringizga shukr ona, boringizga deya samimiy tilaklariga yakun yasabdilar. Rahmat bolalarim ham tanjoni sog' bo'lsin. Tabriklayinga rahmat, sizlarga ham tanjoninglar sog' bo'lsin. Rizqinglar ulug' martabalar baland bo'lsin. Nima niyat qilsanglar niyatinglar yetinglar qizlarim. Rahmat. Qator yoshlarga kirib yurishga nasib qilsin hamidaga ham. Rahmat opajon. Ilohim. Rahmat sizga ham rahmat qizim. Rahmat opajon, sog' bo'ling. Ilohim aytganingiz kelsin. Bugungi ayyomlaringiz bilan sizni men ham chin qalbimdan tabriklayman. Go'zal yuzingizdan, kulgu labingizdan tabassum hech qachon arimasin. Hamisha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat, baxtli, saodatli bo'lib o'ynab, kulib yurishlikka Alloh nasib aylasin. Tabriklaymiz yana bir bor, ayyomingiz muborak Sog' bo'lsin. bo'linglar, rahmat, tanjoninglar sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Siz uchun atalgan yana bir sovg'amiz bor. Chiroyli bir taronamiz qizingiz nomidan yo'llangan. Dasturlarimiz davomida kanalimiz orqali tinglab bahramand bo'lishingiz mumkin. Rahmat qizim. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor tabriklaymiz. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam